600 mingdan egizchi qo'chqorlar. Egizmi kelasiz? Egiz aka. Gap yo'q. Mana akalar 4 million 600 ming so'mdan qo'chqor beriladigan vaqt ham keldi. Akalar ko'rib turibmiz, qo'chqorlar haqiqatan yaxshi. Endi aka buni 4 million 600 dan olish uchun nima qilish kerak? 80 bosh urg'ochisi ham bor aka. Ko'rsating aka, qo'ying. Mana akalar 80 bosh urg'ochi to'g'rilarimiz bor. Qo'shilib ketadi aka. Shu narxga? Ha. Gap yo'q. Akalar, mana shu narxga 4 million 600 ming so'mdan qo'ylarni olasizlar. Egiz qo'chqor ham inshaalloh sizlarniki bo'ladi. Ulgurgan odam olib qoldi, ulgurmagan odam armonda qoldi degan mana shunaqa zo'r partiya. Bu bir qo'ram aka? Bir qo'r aka. 80 bosh urg'ochi, 2 ta qo'chqor. 82 bosh umumiy son aka. Akalar, umumiy 82 bosh bir qo'radan mana shunday to'g'li qo'y olaman degan akalarimiz uchun, bemalol 10 yil qo'y qilaman degan akalarimiz uchun to'g'ri keladigan zo'r partiyani topdik. Endi aka, bular sog'lommi? 100% aka sog'lom. Mana akalar, sog'ligida sog'ligidan ikkilanishmasin aka. Xudo xolasa, olgan odam maza qiladi-ya. Bemalol aka, nasib bo'lsa 10 yil, 15 yil qo'zilarni olib foydalanadi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'zilarni xudo xolasa 10-15 yil qo'y qilaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan joyi. Buning ichida aka, bo'g'ozlari ham bor aka. Ichida qo'chqari bo'lgan. Ichida qo'chqari bo'lgan. Qo'chqarlarni qo'shib bermaganim uchun o'zimni 2 dona egiz qo'chqarim qo'shib berdim. Mana akalar. Xudo xolasa egizchi bo'ladi. Inshaalloh. Akalar, ulgurgan odam oladi, ulgurmagan odam armonda qoladi degan joy mana shu bo'ladi. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod mahallasidan sizlar uchun akalar 25-may sanasi bilan ko'rsatyapman. Narxini nima qildik aka? Narxini aytdik. 4 million 600 dan bir qo'lga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Yashang. Akalar, lekin ichidan terib olaman deganga 1-2 so'm pilusi bo'ladi. Bemalol akalar ustiga kelsalaringiz tayoq-taylarga mana shu narxni olib ketaverasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammamiz xonadonimiz mana shunday qo'y qo'zlar bilan to'lib tursin.